milliy kurash musobaqalari o'tkazilib, g'oliblar munosib taqdirlandi. Bu esa yoshlar o'rtasida sportni ommalashtirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan ishlar samarasidir. Navruz bayramimizda bizni tumanimizdan birinchi hamda ikkinchi sport maktabi sportchilari o'rtasida mana qizg'in kurash musobaqasi bo'lyapti. Juda bahs munozaralarga boy bo'lyapti. Polvonlar yaxshi tayyorlangan. Ushbu mavsumda bolalar yil davomida shug'ullanib, Navruz vaqti omma oldida, xalq oldida o'zini bor kuch-qudratini, usul amallarini ko'rsatishga harakat qiladi. Xuddi shunday bugun ham yoshlarimiz mana shu davrada tumanimizning barcha joylaridan kelgan sportchilarimiz yaxshi qatnashyapti. Kayfiyatlari juda a'lo. Yutgan sportchilarimiz sovrinlar bilan taqdirlanmoqda. Mironxul mahallasida o'zimizning mahallada sport zalimiz bor. Ya'ni kechki darsdan va keyingi vaqtda mahalla sport zalida 80 nafardan oshiq yoshlarimiz kurash bilan shug'ullanadi. Maktabimizdagi sport zalda esa voleybol hamda basketbol to'garaklari bo'lmoqda. Bu darsdan keyingi vaqt bizda hududda zavod fabrikalar ko'p. Bolalar o'sha 30 yosh oralig'idagi maktab yoshidan oshgan yoshlar ham ishini tugatib kechqurun bolalar jamoa bo'lib o'sha sport musobaqalarida qatnashadi. Mahalla musobaqalar o'tkazib kelyapmiz. Bu o'z-o'zidan mahallamizda jamoa shakllanishiga, yoshlarni mana shu birikib, mana yaqinda 5 ta shabuz musobaqamiz boshlanadi. Ushbu musobaqalar faol qatnashishiga bu turtki bo'lyapti. Bunda bizga hech qanaqa cheklov yo'q. Tumanimizda ham xuddi shunday barcha sport zallarida, maktab sport zallarida eshiklar ochiq. Tumanimizdagi 16-sport maktabida o'zim ham kurash to'garakini tashkil etganman. 20 nafardan ortiq shogirdlarimiz bor. Qadimdan ota-bobolarimiz aytgan sportchi bola yengilmaydi. Davrada ko'cha-ko'yda yurganda ham hech qachon boshi egik bo'lmaydi deb o'gitlar berishgan. Xuddi shu o'gitlar natijasida bugun yoshlarimiz buni ma'nan his qilib, o'zi shug'ullanib, o'zini mehnatini, ota-onasini, mahalla ko'yini, vatanini sha'ni yelkasiga olib, bugungi kunda jahon arenalarida yaxshi kurashib, vatanimiz bayrog'ini ko'tarib kelmoqda. Navruz bayrami munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hamisha baxtli, saodatli bo'lib yurishsin. Mana shunday tinch yurtda, chiroyli yurtda bayramlar yarashadi. Mana shunday bayramlar ko'p bo'laversin. Biz yoshlar vatanimizga xizmat qilib charchamaylik.